sen mana shu bilan 5-maktabdan haydalishing. Jon bolam, men seni qaysi maktabga beraveraman? Men aytam maktabmi? Chiroyli maktab ekan, prostoy maktablar buni haydab bordi-yu, bu maktab meni bolam tarbiya qilib berarmikan? Keling opajon, assalomu alaykum. Nima xizmat? Shu bitta maktab kerak, qattiq qo'l bo'lish kerak. Shu bolam 5 ta maktabdan haydaldi-da. Juda murakkab, yaxshi, bir qattiq qo'l maktab kerak deb qidirib kelyapman. Ustoz, nima deysiz shunga? Maktab tanlashda adashmadingiz. Bizning maktabimizda sizni farzandlaringizni bersangiz, bizning sevinch bog'chamiz, Everest maktabimiz bor. Bolalaringiz hatto urush tuyul ko'chada o'ynagani ham vaqt topolmay qoladi. Siz bizning maktabimizga bering, ag'ani o'zimizga qo'yib bering. Yuring, hamma ma'lumotimizni direktorimiz o'zlari aytadi. Uchrashtiraman, yuring opajon. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Sizning maktabingizga keldim, meni bolamni olasizmikan deb kelgandim. Siz juda to'g'ri manzilga kelibsiz. Bizning maktab va bog'chamizda bolalar uchun barcha zamonaviy sharoitlar yaratilgan. Zamonaviy ta'lim, fan va sport to'garaklari, taekvondo, kompyuter texnologiyalari, mnemonika, rus va ingliz tillari, musiqa va chuqurlashtirilgan matematika, husnixat darslari, qizlar uchun hatto tikuvchilik to'garaklarimiz ham bor. Yigitlarimiz uchun futbol to'garaklarimiz bor. Nolavoy sinflarga qabullarimiz ochilgan. Boshqa maktablarda nolavoy sinflarga bir haftada bir marta dars bo'lyapti. Bizda kunda bog'cha tizimida ertalabdan kechgacha nolavoy tizimida o'qiydigan bolalarimizni o'qitamiz. Ana qizalog'ingizni nolavoy sinfimizga bersangiz bo'lar ekan. Здравствуйте. Здравствуйте. Садика, детского садика. Я вашего ребенка с удовольствием возьму. Родители, я вам покажу. Shuncha rus tilida gapirdi, lekin hech nimani uqqanim yo'q. Ha deb turaverdim dugonajonlarim. Bolamni ertadan shetga beraman. Bolamdan qasam men ham rus tilini o'rganmasam ajoyib bog'cha, Omina Hoji bog'chasi hamda Sevinch bog'chasi bor ekan. Everest maktabi ham menga juda ham yoqdi. Eng asosiysi, meni farzandim juda ham sho'x urushqoq desam ham, o'zlarini bilimiga, ta'lim tarbiyasiga ishonib, olib kelavering, siz farzandingizni tarbiyalab beramiz, bilimini zo'r qilib beramiz deyshib, o'zlariga ishonib olib qolish. Shunga men hayron tam berdim-da dugonajonlarim. Bu maktab bog'cha qayerda ekan deysizlarmi? Eskarabda yagona bo'lgan, o'sha hammaga e'loni ketgan Sevinch bog'chasining ichida ham maktab ham bog'chasi bor ekan. Sizlar ham maktab bog'cha tanlashda adashmanglar. Aka singilda bersalaring yo opa-ukalarni bersalaring 10% chegirmasi bilan bir mahal oziq-ovqatlari shularda ichida ekan. Olib borib, olib kelishi ham bepul ekan dugonajonlarim. Bolalaringni jo'natib borib, olib ketishim kerak deb tashvishi tushmasin. O'zlari o'z vaqtida olib borib berishadi. Murojaat uchun telefon raqamlari qoldiraman dugonajonlarim. O'zlaring aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlar olaverasizlar.